Mana Google'ga kirib olamiz va aynan bu yerdan labs Google'ni tanlab olamiz. Mana chiqardi. Ko'ryapsizlarmi? Ana endi Google Labs AIga kirib olamiz. Mana bunga. Mana bu saytga. Kirgan vaqtimizda bizda shunaqa chiqaradi. Kiramiz. Undan so'ng bizdan email so'raydi, ya'ni ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Ustiga bosamiz. Bu yerda ko'rsatyapti, ya'ni qaysi birini tanlaysan deyapti, hisobingni. Sizlarda bitta ko'rsatishi ham mumkin. Menda ko'p bo'lgani uchun ko'p ko'rsatyapti. Men bittasini tanlab olaman. Tanlaganimdan so'ng mana kirdi. Bu yoqqa kirgandan so'ng menda hozir telefonim kompyuter versiyasiga qo'yilgan, o'shaning uchun shunaqa ko'rsatyapti. Hozir telefon versiyasiga o'tkazib olay. Mana telefon versiyasiga o'tdi. Mana shunaqa ko'rsatadi sizlarda. Aynan hozir ko'rsatdim, ya'ni emailni tanlagandan so'ng shunaqa bo'ladi. Bu yerdan Sozdat proyektni bosamiz. Mana Sozdat proyektni bosdik. Sozdat proyektni bosgandan keyin aynan mana shu joyda video tanlangan bo'lishi kerak, rasm emas. Va mana bu ustiga bosamiz. Video po opisaniyani ustiga bosamiz. Buni bosgandan so'ng shunaqa yozuvlar chiqaradi. Yozuvlardan biz video tayyorlamoqchi bo'lganimiz uchun aynan mana shu video po kadrimni ustiga bosamiz. Mana bu yerda endi bizdan rasm so'rayapti. Ya'ni mana bu plus tugmasini bosish orqali biz rasmni joylashimiz kerak. Mana bosgan vaqtimizda aynan avval agarda rasmlarni gapirtirgan bo'lsak, o'shalarni ko'rsatadi. Bo'lmasa, bizda yo'q bo'lsa, aynan mana bu zagruzit tugmasini bosish orqali galereyamizdan tanlab olamiz. Mana zagruzitni bosamiz. Galereyaga kirib ketadi. Agarda sizda iPhone bo'ladigan bo'lsa, galereyani o'zini ko'rsatadi, qaysini tanlaysan deydi. Mana qaysini tanlaysan deb ko'rsatadi. Masalan, mana shuni tanlasam, keling, shuni tanlaylik. Mana kadr kichraytirish mumkin. Xohlasangiz kadrni, menga shunisi bo'ladi, ma'qul. Mana bu kadrimni bosamiz. Zagruzit qilyapti, biroz kutamiz. Mana zagruzit qildi. Endi nima qilamiz? Zagruzit qilgandan keyin bu yerdan chiqamizda, galereyada biz yozgan prompt bor edi. Aynan mana shu promptni sizlar bilan yozgandik. Shuni kopirovat qilib olamiz. Kopirovat qilganimizdan so'ng yana shu joyga kirib, ya'ni saytga kirib, saytni mana bu joyiga promptni kirgizamiz. Mana promptni mana shu joyga kirgizamiz va mana bu yuborish tugmasi orqali yuboramiz. Mana zagruzka bo'lyapti, biroz kutamiz. Zagruzka bo'lishini kutamiz ozgina. Bu tezda zagruzka bo'ladi. Siz promptlarni yozishni o'rgatdim. Xohlasangiz 3 ta 4 ta gaplaringizni kadr qilib tayyorlasangiz ham bo'ladi. Faqat gaplaringiz uzun bo'lmasligi kerak. 8 sekund sig'adi faqatgina. Lekin 8 sekund qilib 10 ta 15 ta kadr olsa ham bo'ladi. Mana kinolarda kadr oladi, bilsangizlar. 10-kadr, 100 kadr deydi. Xuddi shunaqa biz ham har bitta kadrni tayyorlab olib, oxirida uni
birlashtiramiz. Birlashtirishni ham o'rgataman sizlarga. Har bitta kadrda qanaqa harakat qilishini ham to'liq ko'rsatib yozishimiz mumkin bo'ladi. Mana videomiz tayyor bo'ldi. Mana video tayyor bo'ldi. Mana bu yerdagi Assalomu alaykum azizlarim. mana buni Men sun'iy bosish intellekt orqali yordamida ekranni katta qilib tayyorlanganman. ko'rishimiz mumkin. Sizga ham buni Mana buni o'rgataman. bosish orqali Assalomu загрузка alaykum qilib olishimiz azizlarim. mumkin. Men sun'iy Mana buni intellekt yordamida bosganimizdan keyin tayyorlanganman. mana bu ikkinchisini Sizga ham buni tanlaymiz. o'rgataman. Assalomu alaykum azizlarim. Сохранить ochish. Men sun'iy intellekt Mana saqlanit. Bo'ldi. Biz buni mana bu ulashish tugmasi orqali Telegramga yuborsak bo'ladi. Mana Telegramni bosamiz. Telegramdan aynan o'zimizni viyimizga yuboramiz. Yuborish. Mana. Yubordik. Endi nima qilamiz? Buni eshitib ko'ramiz. Tayyor mana. Assalomu alaykum azizlarim. Men sun'iy intellekt yordamida tayyorlanganman. Sizga ham buni o'rgataman. Assalomu alaykum azizlarim. Bo'ldi, bu tayyor bo'ldi. Agar galereyangizga saqlanib bo'lmagan bo'lsa, endi ba'zida bo'lmay qolishi mumkin. Mana shu yerdagi 3 ta nuqtacha orqali galereyangizga buni saqlanib qilib olsangiz bo'ladi. Mana saqlanib galereya qilasiz. Mana bitta kadrimiz tayyor bo'ldi уже.